Siz zanjirni yechish yo'lini topdingizmi? O'zinglarni bosinglar. Men hali aniqligini bilmayman. Lekin bo'lishi mumkin. Kecha shaharga qullar bozori keldi. Sizlarning zanjiringiz bilan qullarning zanjiri bir xil usulda yaratilgan. Shunaqami? Ularni tayyorlagan odam bilan buni yechish oson bo'ladi. Siz bunga rozimisiz? Eng muhimi, Granit qirolligi bilan hamma narsani hal qilish. Shunaqa. Agar zanjirni yecha olsak, buni tezroq qilganimiz yaxshi. Diablo. Elflar bilan qiyinchilikni boshlagan zahotim tugataman. Va qullar sotuvchiga getirgan vaqtim hech qanaqasiga ishga xalaq bermaydi. Shera. Bunaqa qiyin paytda yordam bera olmayotganim uchun uzr. Yo'q, hammasi uchun katta rahmat. Bizlar nihoyat zanjirni yechishimiz mumkin. Ana esa ularga o'rganib ketdim. O'ynam sovuq qotishdan qo'rqaman. Mana keldik. Nimadir bo'ldimi, Lord Diablo? Yo'q. Men axir Yaponiyada o'sganman. Qullarni faqat rasmda ko'rdim. Mana xo'jayinim. Agar ular shunaqa bo'lsa, mening yuragim chiday olmaydi. Sezdirmaslik uchun o'zimni tinch tutishim kerak. Bot men o'ylaganimdan farq qilar ekan. Sevib qolgan ovchiga xush kelibsiz. Oho, bizga ko'p mehmonlar kelibdi. Sen botni boshqarasanmi? Ha, mening ismim Medus, men boshqaruvchiman. Opa. Qanaqa asal qizlar. Xohlagan yaxshi pulni berishga tayyorman. Mana do'stlarim qullar emas. Bo'lmasam kechirasiz. Bittasini sotishga tayyorsiz deb o'ylagandim. Siz o'zingizda katta kuchni berkitibsiz. Juda qo'rqinchli sehr oqimi. Agar sizni jahlingizni chiqarsa, 10 hayotam etmaydi. Qanaqa sehr oqimi? U nima haqida? Men bildim. Diabloning kuchliligini sehr oqimiga qarab ham bilsa bo'ladi. Oho, uni oqishini ko'rasanmi? Sehr oqimini. Ha, qizillashmayapsanmi? Lekin bu haqida aytmaganding-ku. Hech kim so'ramagan-ku. Shunaqami? Lana zanjirni yechish qiziqtiryapti. Ha, yecha olasanmi? Kim biladi? Men qaytaradigan sehr bilan ishlab ko'rmaganman. Lana Celestina yuborgani uchun urinib ko'rsa ham bo'ladi. Ura! Kattakan rahmat. Aytgancha. Senda ham juda ham qiziqarli oqim.
Sandan kuch chiqib turibdi. Yovuz kuch. Sen shaytonning homiladori emasmisan? Shunaqami, Rem xonim? Sen qachon o'rgirding? Bunaqa hazillashmanglar. To'g'ri, seni Diablo qiynagandi. O'shanda o'ldirding. Men? Bunaqa narsa qilmaganmiz. Lekin panterkadan yovuzlik sezilishi. Yetadi. Anjana, qanaqa berishni ayt. Albatta aytaman. Lekin bu mening sirim. Odamlar kamroq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Men tashqarida kutaman. Anam, tashqarida kutaman. Yoqmayapti. Sen oqarib ketding. Nima bo'ldi? Sanam, mendan qanaqa sehr chiqayotganini ko'rding? Ha, shuning uchun ham seni kuchli sayohatchi deb o'ylaganman. Nima? Rostdanmi? Yaxshiyam sen ahmoqsan. Nimaga sen bunaqa deyapsan? Meni ichimda o'zi hukmdor Kres Kurumni ruhi berkitgan. Meni maqsadim meni ichimda uxlayotgan Kres Kurumni yutish. Uni ruhini esa butun umrga yo'q qilish. Sal qoldi. Agar Kres Kurum haqida hozir bilib qolishganda, katta qiyinchilikka duch kelardik. So'z beraman, men seni qachondir qutqaraman. Shuning uchun meni biroz kuttiring. O'zingni yomon his qilyapsanmi? Yo'q. Hammasi yaxshi. Uning ismi Medusmidi? Go'yo ich-ichingni ko'rgandek. Biroz qo'rqinchli edi. Unga ham Reysirga, ya? Mana Reysirligim tufayli. Qancha to'g'ri yashashga harakat qilsam ham, shuncha yolg'on ko'p bo'ladi. Rostdanmi? Bu sir. Men sirimni bilib qolishlaridan qo'rqdim. Har bir odamning o'zini siri bor. To'g'ri, xohlagan siringni berkitishga yordam beradigan taqinchoq esimga tushdi. Biroz yosh bolacha va g'alati. Bu qanaqa taqinchoq? Ko'zingni yumib, qo'lingni cho'za olasanmi? Meni yurtimda bunaqa qilishardi. Bo'ldi, yopildi. Firishlarcha shunaqa qilib sir berksang bo'lar ekan. Nima bo'ldi? Yo'q, hammasi yaxshi. Mana bo'ldi. Bir daqiqaga qo'lim isiganday bo'ldi. Shunaqami? Men buni birinchi marta jodugarga ko'rsatdim. Shuning uchun sehr bor bo'lsa bu ishlashi ham mumkin. Yordam so'ravdim va tinchlandim. Kattagan rahmat, Alicia. Men yordam bera olganimdan xursandman. Xo'sh, hamma tayyormi? Nimaga bunaqa kiyim? Qanchani yechmoqchi edinglar-ku? Tanga yarashdi. Kampir Shiroga nimani kiysdi? Birinchi marta yaxshi, teriga tegish. Tegish? Xo'sh, joylash. Xo'p. Hozir men sehrli kuchni o'qishni o'rgataman. O'rgatgandan keyin zanjirdan sehrni yo'qotish ham mumkin. Xo'sh, birinchi bo'lib Shiroga teg. Xo'p. G'alati ovozlarni chiqarma. Lekin bo'ldi, o'ynama, sehrni o'qi. Qani, solganingni qil. Hatto ko'rmasang ham sezasan. Buni teriday o'ylamaslik kerak. Sehrday o'ylash kerak. Ha, meni oldimda Shiro emas, u xassa. Xassa. Ko'rganga o'xshabsan. Ha.
Xo'sh, endi sehr yig'iladigan joyga tegishga harakat qil. Boshladik, Shira. Qo'rqyapman. Menga ishon. O'rganganimdan keyin so'z beraman, sizlardan bo'ysundirish zanjirini yechaman. Olg'a. Oldimda hassa. Tayyor. To'xta Diablo, bu juda ham kuchli. Ana shu sehr oqimimi? Bu qatga cho'zilyapti. Oxiri yo'q. Uzuvarasan. Bunaqa qattiq cho'zma. Oho, bunaqa qilsa ko'rinish ham, yo'nalish ham o'zgarar ekan. Ko'rinishcha yaxshi ko'ryapsan. Asroq tushaylik. Asroq? Ha, endi unga o'zingning sehringni berishga harakat qilib ko'r. Sekin, asta. Go'yo Shirani ochamlagandek. Diablo, meni qorincham kuchsiz. Sehr yig'iladigan joy. Bu yerda. O'tda emas. Uni sehriga ta'sir qil. Sekinlik bilan o'zingnikini yubor. O'zimni sehrim nima? Shironing ichiga. Sen tezda ustki qasamni buzib haqiqatga bording. Shira, tugatamiz. Tezroq ber menga. Nima? Oxiri biz zanjirni yechishni tushunmadik. Sen yaxshigina ishlabsan. Ha, men sehrni osonlik bilan ko'rishni o'rgandim. Lekin qiyinchiliklar keyin boshlandi. O'sindir zanjirdagi oqayotgan sehr. Xuddi bitta xonada iplar yig'ilib aralashib ketgandek. Ularni esa birma-bir yechib chiqish kerak. Lekin xona tumanda hech nima ko'rinmayapti. Bunda esa nafas olmasdan tursa bo'ladi. Hislar shunaqa. Shunaqami? Sen esa juda harakatchansan. Ha, men faqat yotdim, bo'ldi-ku. Diablo esa o'zini issiqligini menga yubordi. Bu esa juda ham yaxshi. Nimagadir men bugun charchadim. Tushunmayapman, ertaliga yotarmiz. Men roziman. Aniq aytaman, o'likdek uxlayman. Aytgancha, Alicia katta uxlamoqchi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Meni hammasidan xavfli narsa kutmoqda. Bularga mening kuchim yo'q. Baribir hech nima qila olmasdim. Xavotir olmanglar, men qo'shnixonaga tushdim. Shunaqami? Xo'sh, xayrli tun. Leta. Chiroyli qo'shiq. Qanaqqib, tanish ovoz. Elf? Ishona olmayman. Haqiqatan bu yerga kelding. Aka. Aka. Tanishganimdan xursandman. Shiraning akasi va Greenwoodning birinchi shahzodasi, Erinat Greenwood. Nihoyatda men seni topdim, Shira. Qani, men bilan uyga ketdik. Shiraga mukofot qo'ygan la'natli shahzoda senmisan? Diablo. Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, ovchilarni yutib, ularni tutib olishgan. Aka marazza, mana Shironi hech qachon o'g'irlab keta olmaydi. Eshitganimdan xursandman. Men bu yerda Shirani o'ziga olganlarga minnatdorchilik bildirish uchun keldim. Lekin ko'rishimcha meni noto'g'ri tushunishdi. Noto'g'ri? Hammanglarni tirikligingizdan xursandman. Ana bilishimcha, agar biz Shironi qaytarmasak, sizlar urush ochasizlar. Odamlar bilan urushmoqchi emasman. Odam Shiradan qo'rqyapti.
Iltimos, uni so'zlari uchun kechirim so'rashga ruxsat bering. Men uni unaqa deb o'ylamagandim. Eshik bilan halqasak yaxshi bo'lardi. Nimadir bo'ldi? Sen o'zingga o'xshamaysan, akajon. Sizning so'zlaringiz rost bo'lsa yaxshi bo'lardi. Lekin o'g'irlashdan keyin boshqa yo'lni ko'zlayotganga o'xshaysiz. Kechirasan meni, Shira. Men davlatni oldinga qo'yib, sening xohishlaringga qaramadim. Men seni yo'qotaman, menga nima kerakligini tushundim. Agar qila olsang, ahmoq ekaningni kechir. Qanaqqib, men Shironi tanlovini hurmat qilaman. Sizning so'zlaringiz rostligini bilmayman. Lekin Shironi so'zlari birinchi o'rindaligini to'g'ri. Qaytishini yoki qolishini o'zi hal qilsin. Rem. Tushundim. Uni xohishini asosiy deb aldamadim. Olmasam menga javob. Ro'xam o'rtasidagi uchrashuvdan hayron, ertaga ham kelib o'taman. O'shanda u nima xohlashini yana so'rayman. Agar u rozi bo'lmasa-chi, urushmi? Albatta yo'q. Men Shironi tanlovini qabul qilmoqchiman. So'z beraman, butun umrga yo'q bo'lib ketaman. Judayam bosiq. Siz-chi? Uyga qaytishga kelsa-chi? Kulgili savol. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Diablo. Agar u rostdan ham orqaga qaytishni xohlasa, unda shunaqa bo'lsin. Albatta. Diablo. Uxlamadingmi? Uxlamadingmi? Shamol uxlashdan oldin kasal qilishi mumkin. Kechirasan, hozir yopaman. Kerakmas. Biroz gaplashamizmi? Ertaga senda qanaqa ishlar bor? Ana u. Shahzoda Kiro bilan borasanmi yoki yo'qmi? Men orqaga qaytmoqchi emasman. Qochib ketganida shunaqa deb o'ylagandim. U juda ham odobli ekan. Akam rost gapiryaptimi yoki yo'qmi? Men ham bilmayman. Xavotirlanmaysanmi? Bunda emas. Yurtim haqida bir-ikki narsalarni esladim. Sen yig'layvering dedingmi? Ha, shunaqa. Jim, Diablo turib ketadi. Voy, kechirasan. Rostini aytsam, men uxlamadim. Endi nima qilasan? Endi endi sening orqangda yurishmaydi. Sayohatchi bo'lish endi shart emas. Men sayohat qilishni davom etmoqchiman. Yana men o'zimni kafemni ochishni xohlayman. Kafe? Ajoyib emasmi? Birga dam olish, kofe ichish yoki ovqatlanish. Juda tushunarsiz chiqyapti. Men kafelarda bo'lmaganman. Yaqinda Falterda ham ochildi. Shunaqami? Bormoqchiman. Bilasanmi, menda juda ham ko'p fikrlar bor. Kafe ochsak men xo'jayin bo'laman. Sen ofisant bo'lasan. Diablo esa piyolalarni artadi. Nimaga biz sening orzungga qo'shilganmiz? Tushunmadingmi? Chunki sizlar mening birinchi do'stlarimsizlar. Siz seni birinchi do'stlaringmiz? Aniq aytamanki, Diablo bor joyda men o'zimga oladigan uyim, joyim bo'ladi. Sizlar men uchun juda ko'p narsa qildinglar. Sizlar meni jonajon sheriklarimsizlar. Va sizlar menga oilamdan ham yaqinroqsizlar. Kechirasan, sening orzularingdan bir qismi bo'la olmayman. Hozir mening yelkamda katta tog' turibdi. U ulardan tushmaguncha men o'zimni bo'sh qo'yib kulib yura olmayman. Va bu narsa juda og'ir. Va bir xil paytlar taslim bo'lgim keladi. Qo'rquvga taslim bo'lish
Senga nimadir bo'lganda yordam bera olamanmi? Bilmayman. Lekin bizlarda Diablo bor. Bu to'g'ri. Diablo yordam berishi mumkindir. Shuning uchun agar sen meni hammasini hal qilganimdan keyin qabul qilsang, o'shanda men birgalikda kafe bilan shug'ullanishga rozi bo'laman. Rem. Jim, ustimdan tush. Yo'q. Rem. Seni yaxshi ko'raman, Rem. Ha, tushundim, tush. Yo'q. Sheram, meni dumimni qo'yib yubor. Men uni ko'pdan beri ushlamoqchi edim. Bas qil. Bo'lmasa, sen katimni ushlayapsan. Diablo meni bugun shunaqa qildi. Sekin xastalik bilan sehrni yuborasan. Nimaga sen buni menda qaytaryapsan? Shu, rostdan ham boryapti. Ahmoq elf. Yo'q, hech qanaqasiga uxlab bo'lmaydi. Shira, ertaga shu paytga sen butunlay meniki bo'lasan. Kutolmayapman. Sen menga bola tug'ib berasan. Shira.私はシェラの仲間ですから。聞かせてくれ。お前の本当の気持ちを。